Xo'p, hurmatli o'quvchilar, 6A sinf o'quvchilar, biz sobiq 7-umumta'lim maktabining direktori Mirazim boboni katta fermer xo'jaligiga kelganmiz. Bu maktabimizni birinchi tashrifi bu yerga. Juda chiroyli manzaralar, juda chiroyli. Bu yoqda bog' ekan, bog'ning ichiga bug'doy ekilgan. Bu yoqda tolzor, bu yoqda ham bug'doy, bu yerda katta shiypon, katta nasosli suvlar oqib yotibdi. Juda chiroyli, shinam joy ekan. Mirazim akani ruhlari obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Bizni bobomiz edi. Bu maktabni qurgan va 60 yil shu maktabda direktor bo'lib faoliyat yuritgan. Ruhlari shod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Bolalar, mana ertalabki nonushtani shu yerda qilamiz. Keyin ozgina o'ynaymiz, kulamiz, raqsga tushamiz. Keyin nima tushlik obed bo'ladi. Chiroyli bo'lib nonushtani boshlaylar. Mayli, xush kelibsizlar Mirazim boboning fermer xo'jaligiga. Olinglar, menga bitta qarta qilib bersalaring bo'ldi. Kamera yoqilgan. Musurda orqada kim tashladi ama baklashga? Hech kim tan olmas ekan. Qarang, o'sha ikki qo'li deydi. Mana paketlarga solib yig'inglar, uyat bo'ladi. Shunaqa joy berganlarga rahmat bersin. Nonni ko'prak, shakina. Mana sevinch. Ne bosib orqaga keling. 1 2 3 Onu ya bitta ekranni boshqa